Bu narsalarimiz uloqchamizda emirolli. Endi birinchi bo'lib palla sutini yem olish kerak bular. Shunda ichkarilari bir yaxshi bo'ladi mana. Onaga o'zi talpinishlari yaxshi. Mana echkimiz ham xudo xolasa nubillarimiz ham po'chinni boshlab oldi. Mana yana azlar, masikalar nubinimiz tug'ishi kerak. Endi menimcha buni ham qorni pastga tushib qolgan, ikkalasini ham. Endi nima deymiz endi? Eson-omon tug'a olsa qo'ramizga bir ajoyib yangiliklar olib kelsa yaxshi bo'ladi. Azlar mana bu o'tgan yil 3 ta tuqqan qo'yimiz ham qorni pastga tushib qolgan. Buni ham tug'ish vaqti kelgan. Bu ham tug'sa nasib bo'lsa zo'r bo'ladi. Yana tug'ay ko'llarimizdan azlar ana bu xo'ramir qaraquloq bor bitta. Mana bu 3 ta komplekt qo'yimiz bu. Barramiz bular uchalasi ham birinchi qoringa tug'ishi bo'ladi. Xo'sh, mana bu qo'yimizni ikkinchi qoringa tug'ishi bo'ladi. Nubinlarimizni ham birinchi qoringa tug'ishi bo'ladi. Mana nasib etsa mana bu bitalimiz ham bo'g'iz xudo xolasa bu ham tug'adi. Bizni kuzatib boring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Yorqinbek o'z kanali bo'ldi.